Samarqand mashina bozoridan Lacetti Spark narxlarini ko'rdik bugun. Like, obunani bosib qo'yasizlar. Video davomida ko'raverasizlar qolganini. Spark, Lacetti narxlari faqat mashin ko'p, odam ham ko'p bugun. Hammasi yaxshi, havo issiq bo'lgani uchun bu video kam bo'ldi gattak. Endi qaytamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men bugun Spark Motivatoriga keldik. Video olishni boshlaymiz. 14-iyun Samarqand mashina bozori, yakshanba 2026-yil. 14 dan adashmasam. Qani qayerdan boshlaymiz? Mana shu yerdan. Kelaylik, qani bir kunga yoqqan mashina ko'ramiz. 011. Assalomu alaykum. Aka videosi bilan YouTube'ga. Yili necha aka buni? 18. 2018 Oq Spark. Qora qilingan ekan, led faralar. Hozir ko'ramiz, mana motor holati, gazi propan gazi 4 stakan bo'lgan. Hozir qo'shib pasaytirsan. O'chirasizmi aka? O'chirasizmi 1 minutga? Aka propanmi bu? Ha, aka. 2018 yurgani qancha aka? 126 ta yurgan. 126 ta. Kraskasi qanday aka? Bormi? Petnosi bor aka. Petnosi bor, bu avtomat korobka. Ha, Avtomat korobka. O'zasi chipol polik qilingan. Hammasi terilgan mashina. Mers rollar qo'yilgan ekan. Hatto salon ko'rsatadi aka. Salon holati mana kojini chipol polik qilingan. Mashina ideal holatda ekan, lekin hozir so'raymiz. Motor ходовой korobka umuman ishi yo'q aka. Yo'q aka. Bu butlari ham ustalik qilingan ekan, kolonkalar qo'yilib. To'y qilsa bo'lganda bitta. Qancha deyapsiz aka buni? Aka 7400 deyapman, kelishtirib beraman. Qancha kelishasiz aka? Balonlari ham yallar yaxshi. Holatlar bo'ldi aka. Ey balonlar. O'rta holat ekan. Ha. Qancha qilasiz aka kelish? Aka 7000 ga oxiri berib yuboraman aka. 6800 qilgan ekan narxga. Aka 7000 bo'lsa berib yuboraman aka. 6800. Ha, nomer aytingchi aka. 93lik 93 954 954 15 30. 15 30. Yana bitta nomer beraman, 99lik 99lik ikkinchi nomeri. 357 357 04 44. 04 44 ha. Konditsionerlar bormi? Konditsioner hammasi ishlaydi aka. Mashinaga javob beraman. Mashinaga javob beraman. Generalni ham chiqaraman aka? Generalni ham o'laveram. General xohlasangiz оформить полный. Qayerdagi bu Samarqand? Bu Samarqand shaharniki. Samarqand shahar mashina, tonirovkalar qilingan mashina, ideal holatda, oppoq, chiroyli ekan, havas ketdi. 7000 deyaptilar. Olishni tavsiya beramiz. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'sh, endi qaysi Sparklar ko'ramiz? Sparklar mana shu qorani bir aylanib ko'raylik chiqani. Qora ham emas ekan bu. Qanaqadir boshqacha rang ekan. Qoradan sal farq qilgan ekan. Assalomu alaykum. Amak buni YouTube'ga video qilsak bo'ladimi? Yili necha? 20. Akalar, xo'sh, 2020 qora Spark avtomat korobka ekan, bunisi ham 2020-yil. Hozir ko'ramiz. Motor holati gazi propan ekan, 4-paketli propanga o'xshayapti mana. Propan gazda, bunisi ham avtomat korobka ekan, shunisi qulayroq. Xo'sh. Aka, buni motor ходовой korobka ishi bormi? 4-paketli nima bu? Propan? Chista 4 propan, avtomat korobka, kraskasi yo'q, motor ходовойlarda ishi yo'q, 4 ta yangi yo'q. Mana bu balonda alishtirish kerak ekan. Qolganlar balonlari yaxshi ekan, lekin hozir ko'ramiz. Mana orqa holati. Mana gaz balon. Tabletgacha. Bitta shu chapda shofer taraf orqasini alishtirsa bo'ldi ekan, salon holatlari yaxshi. Mashina saqlangan mashina. Yurgani qancha aka buni? Bir ko'rgan sal ziyodroq. Bir ko'rik ziyodroq ekan. Nech pul deyapsiz aka buni? Buni 7,5 deyapman, kelishtirib beraman. Qancha deysiz aka bo'lishini? Narsa ham bor, savdo. Bekibga ham beraman. Narxga qancha deysiz aka? Narxga 7300. 7000 qilaylik aka shuni. 7 ga qo'yaylik aka. To'g'ri 7 to'g'ri demaydi-da. Mana to'g'ri ham so'radi 7. Ha, 7100 qilgan aka, hechmasam. 7100 qilgan aka, hechmasam. 7200 bo'lsa beraman oxiri. 7150 qiling.
Chixol polik qilingan ekan. Hammasi qilingan tayyor. Hujjat qanday bo'ladi? General ham bo'laverami? bo'ladi. Nasiya qanday bo'ladi? Nasiyaga boshidan 2000 bersa, qolgani 3 yilgacha. 3 yilgacha variant. Variant 3 yilgacha. Qo'shilami ustiga qo'shilmaymi? Qo'shiladi, ozmi arendada qo'shiladi. Arendada, ya. Nomer ayting masalan aka. 91lik 91lik 705 705 44 30. 44 30. Mayli aka, rahmat. Kraskalar toza ekan, mana chiroyli ekan bu rangi. 7200 deyapti narxini. Assalomu alaykum. YouTube'ga video olsam bo'ladimi, to'g'ri? YouTube'chi video olsam. Mani o'zim nomada. Bo'ldi. Olaver, mani o'zim nomada. Bo'ldi. Yili nechi buni? 17. Bu mexanik korobka. Mexanik korobka ekan. 2017-yil metan gazda 4-pokoleniya bu 3mi? 3 pokoleniya, 3-pokoleniya. 3-pokoleniya metan konditsioner. Konditsioner yo'q ekan, konditsioner. Men ko'rmadim. Konditsioner yo'qmi buni? To'g'ri? Konditsioner yo'q. Konditsioner yo'q ekan. Kraskasi qanday? Bitta kiriloni bu. Bu yoqda, shu yoqda kraska bor ekan, balonlari. Hozir bitta shofer taraf oldini alishtirish kerak ekan. Metan gaz mana orqa tarafda mana ko'rinishi. Shofer tarafda ikkita oldini alishtirish kerak ekan. Bu balon yedirilgan ekan, ikkita oldida. Diskalar chiroyli ekan. Hozir ichlarini ko'ramiz. Kraska, motor hadovoylari yaxshi, buni tozla deyapti. Salon holati mana. Bismillah. Buni yurgani qancha ekan? Yurgani 81532. Yurgani. Polik, chixol polik qilingan. Chixollari bor. Hay, chixollari endi oddiy ekan. Poligi ham shunday. Bu mexanik korobka ekan lekin. Aka, qancha deyapsiz buni? 7200 savdosi bor. 7200. Qancha savdosi aka? 6700 larga. Yo'q. Qancha? Alloh. 900 gacha. 800 mi? Yo'q, 800. 6800 mi? 2017 yil mexanik korobka. O'zi tushgani shuncha. 6800 dedingizmi? 850 qilaylik desam. 4900 axir beraman. 4900? Axir. 4900. Ha, nomer ayting. 93lik. 93lik 227 227 2048. Qayerda mashina aka bu? Shahar. Samarqand shahri. Samarqand shahar metanda. Bu delfi rang deyiladi-a bu rangi. Bu ham yaxshi rang ekan. JVC. Sparkga yarash ekan lekin. Gentralarga ko'ramiz, gentralarga ko'p o'tirmaydi bu rang. Lekin bunga yaxshi o'tir ekan. Qo'y, mana shunday. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling. 4900 deyapti mana. Akalar, Sparkcha. Sparkimizni 4900. Yaxshi narx menimcha. Ko'ramiz. Mana shu Sparklarni qaysini olamiz? Mana shu oqni olamizmi? 193 ta olaylik chiqani. Bu qanaqa propan gazga o'xshaydi? Gaz propan ekan. Konditsioner bor ekan bunda. Aka, assalomu alaykum. YouTube uchun videosini bilaman aka. Yili necha bun aka? 11. 2011 ha. Mexanik emasmi? Mexanika. Mexanik. Motor hadovoy korobka shu bormi aka? Umuman bir Kraska. Kraska kapoti bilan kiriladi. Kapot kriloda kraska bor. 2011. Konditsioner ishlaymi aka? Ishlaydi. Konditsioner ishlaykan. Kraska katta bor, kapot kriloda deyapti, xarajati yo'q deyapti. Salon holati mana mexanik korobkada 2011-yil oq Spark, chixol polik qilingan. Poliklar qimmatdan tashlangan ekan. Yurgani qaytarilgan. 33 turibdi. Yurgani qaytarilgan ekan lekin hozir ko'ramiz qanaqani. Voy. Propan 4-chi. Bu 4-pokoleniya aka? Propan 4 mana bu 4ta bu. 4-pokoleniya. Propan gazlari bor aka. Propan tabletgacha-da. Voy, mana gaz balon. Chirigan joylar yo'q ekan. Hammasi zakonni. Nech pul deyapsiz aka? Umuman xarajati yo'q aka. Nech pul deyapsiz? 4300 deyapmiz, kelishamiz. 4300. 4300. Qanchaga kelishasiz? Biror bilan o'tib beramiz aka. 3700. Narxiga, 3700 narxiga. Ha, qancha deysiz? Ko'ngil. Endi biz so'raveramiz. Oxiri 4 lar aka. 3800.
Asta boraveramiz chetga aka. Ko'ngilga o'tirgan. Kelsinlar. Aka narxga. Qancha narxga? Savdolashib ko'ramiz aka. 4 mingdan faqat arzonga. Oxiri 4lar. Yo'q, 4 dan arzonga faqat. Mayli 3900. Siz uchun. Bo'ldi aka. 3900 mana 2011 deysiz-a? 2011 oq Spark. Narxga bor. Faqat narxga ekan. Nasiya ham bo'ladimi? Nasiya ham bo'ladi, narxi boshqa. Ha, endi uni qancha bilan masalan, qancha bilan chiqadi? Nasiyaga. Nasiyaga Necha 2000 mingdan ziyod bilan chiqar aka. 2000 dan ziyod, ha? Hujjat qanday bo'ladi? Hujjat umuman aka bez problem hamma. Generalni foni farqi yo'q, ha? Bo'laveradi. Nomer ayting aka. 90lik. 90lik 469 469 39 69. 39 69. Ha, qayerda mashina aka bu? Sayohat aka. Sayohat. Rahmat aka. Balonlari ham yaxshi ekan lekin. Balonlar ko'rsatmadik aytgancha, balonlar normal bo'ladi. 4 ta yaxshi balon. Buni ham oldiga katta galasi bor ekani. Atak yaxshi ekan. Balonlar yana chidab beradi. Aka rahmat. Xo'sh, yana qaysidan olamiz? Akalar mana qora Onyx 5-pozitsiyasi eng oxirgisida bu. Xo'sh. Motorlari hech qayerda ish yo'q, propan gazda konditsioner ishlaydi, kraska toza deyapti akamiz. Ana shu ish bekor bo'ldi. Hozir salonni ko'ramiz. Bu eng oxirgi full pozitsiyasida bor. Buning rasxodlari ham kam, hamma narsasini ixchamgina avtomat korobka bo'ladi. Yurgani kalit bu start stop ekan, zavod o'tirmaylik. Yurgani bir ko'rgam yurmaganda 2024 ta mashina bo'lgandan keyin hali yangi mashina. Propan gazda, kraskalar toza, 4 ta yangi balon. Mana shu diskasi chiroyli buni. Menga elektr va qizil chiziqcha ham qandaydir vid beradi-da. Assalomu alaykum. Aka 1 minut. Balonlari tabletgacha 35 talikmi bu? Shunday. Tur kraska hamma joyda ilgisi yo'q deyapti. Narxini 13 ming deyapti akamiz. 13 ming bo'lish ekan. Aka bitta nomer aytib o'rasizmi? Telefon. 93lik 722 722 06 06 06 06. Bu Samarqand shahridan aka mashina? Katta Qo'rg'on aka. Katta Qo'rg'onmi? Bo'ldi aka. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Akalar mana shu mashina chiroyli ekan, olishni tavsiya beramiz. Kraska yo'q, lyuklari bor mana. Bu full pozitsiyada, Onyx ta full pozitsiyasi bu. Akalar assalomu alaykum. Mana yana bitta Lacetti 2009-yil ekan. 1.8 motor, propan gazda, konditsionerda ishlaydi. Motor hadovoyida ish yo'q deyapti. Korobka kraskasi orqa tomonda bor deyapti. Balonlari yaxshi holatda. Kraska mana orqa tarafda bor, krilo tarafida. 2009-yil propan. Hozir salonni ko'ramiz. 4-pokoleniya. 4-pokoleniya propanda. Avtomat korobka. Yurgani hozir. Yurgani 252 ming ekan. Salon polik tashlangan, chihol radnoy o'ziniki. Hozir bitta narsa ko'rib qoldim hozir. Qasni ochaylik. Propan. Bu nechtalik aka propan? 15 talik ham. 15 talik propan qo'yilgan. Mashina yaxshi holatda, zapaskasi ham yangi ekan. Yangi zapaska qo'ygan ekansiz. Keyin yo'q bo'lishlari ham chiroyli. Mana bu yoqqa bitta narsa ko'rib qoldim men. Adashmasam bu hamma lastida bormi-ku? Faqat mana shu bunda bormi-kan? Va mana orqa tarafda ham qo'ysangiz bo'lar-ekan, baqa ikkita bakalcha qo'yib bemalol ketasiz. Yaxshi ekan mashina. Aka buni qancha deyapsiz? 5200 savdo. 5200. Nech pul deysiz aka bo'lishini? Bo'lishini nech pul deysiz? YouTube'ga qo'yamiz. 5000. Sal kelishtiradi. Sal kelishtiradi. Nomingizdan chiqsa birovni o'tib beraman. 5000 dan o'tib berasiz-a? Xo'sh, nomer ayting aka. 91 91 540 540 0019. 0019 ha? Hujjat qanday bo'ladi aka? Hujjat Generalni farqi yo'q ekan, hujjat buni uryapti. Liboy generalni avtomat 2009-yil. Buni rangi metalik ranglarmi? Lyuklari bor. Lyuklar hamma joyi ishlaydi. Xullas mashinada ayb yo'q akalar. Bitta aybi zapravka qilish kerak dedi Mutkazafar ham. Buni ham shu aybi zapravka qilish kerak propancha. Propan narxi ko'tarilgan aybi. Boshqa ayb bilmadim lekin. Farlari ham yaxshi. Nomeri ham chiroyli ekan 177 da.
Akalar, Oq Spark 2016-yil propan gazda 4-pakalini propan gaz. O'z ko'ramiz. Konditsionerlari bor, konditsionerlar ishlaydi. Bu motor hadoy hech qayerda ishi yo'q deyapti. Kraskalari ham toza ekan. Kraskalari ham toza. Balonlarini almashtirish kerak ekan bitta. O'ng tarafda oldini. Mashina holati mana shunaqa holatda. Kaliti shu yerdami? Kalit shu yerda. Yurgani 193 ming yurgan ekan. Mashina magnitofonchasi Pioneer bu bilmayman eski ekan. Chixol polik qilingan, bu chixol o'ziniki uchun radnoy chixol. Propan 4-pakalini bo'lgandan keyin mexanik korobka rushlarda ishlaydi. Mashina kraska toza. Yo'qa balonlar, diskalar qo'yilgan. Buni ochib o'tirmaymiz, tabletka bo'lishi aniq. Bu salonlar ham yaxshi holatda ekan, eshiklari ham ochilishi yaxshi. Shumka qilingan. Usti qilinmagan ekan, eshikda qilingan mencha. Mana orqa holati. Bo'lishini 5300 deyapti. Hozir yana kelishamiz. Aka qancha dedingiz buni bo'lishini? 6500. Arzon bo'lmaymi aka? Arzon ku. 5 ga yaqin ekan aka. 5 ga. Sal kelsin, 5. Bo'lmaydi. Naqdga? Naqdga 5000. Ha, nomer ayting aka. 90lik 502 36 52. Aka rahmat. Hujjatda muammo bo'lmaydi, generalni davernis avtomat qilishga farqi yo'q, xohlaganda bo'ladi endi. Xo'sh akalar, Lacetti 2012-yil metan gazda 1.8 motor, metan 4-pakalini, konditsionerlar bor ekan, motor hadoyida ishi yo'q deyapti akamiz. Konditsioner ishlaydi. Xo'sh, kraskasi toza, 100%, 4 ta yangi balon qo'yilgan. Biz akalar savdo qilyapsizlarmi? Ko'ryapsan. Ha, ko'ryapti ekan, diagnostika. Hozir bizlar video olaveramiz. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, Lacetti rul, mexanika korobka, o'zining magnitofoni Lacetti. Xo'sh, chixol polik qilingan, holati yaxshi. Hozir probegini ko'ramiz. Probegi 100 mingdan ziyodroq degan edi. 186.077. Probegi. Shumka qilinmagan aka? Shumkasi yo'q ekan. Metan gazda 100 talik metan. Mana akalar. Holati yaxshi, mana aylanib ko'raveramiz. Holati yaxshi holatda. Eng muhimi balonlar yangi ekan. 4 ta yangi balon. Xo'sh. Ko'ramiz hozir. Narxini qancha deysiz aka? 5800. Bo'lishi. Ha? Bo'lishi qancha deysiz? 5600 so'rayman. 5400 ha. 5,5 qiladi aka, hech bo'lmasa. 5800 dan 5,5 hech bo'lmasa. Nomer ayting aka. 90lik 456 3151. Qayerda mashina aka? Shaharda. Hujjat qanday bo'ladi? Generalni oformlanish farqimi? Arqon ham bo'ladi, Generalni ham chiqadi. Aka rahmat. Sog' bo'ling.